Avtoigar mashinasiga 100% metan uстановка qilib beryapmiz. 7 ta gaz balon qo'yilyapti. Bitta 100 talik, 4 ta 200 talik, 2 ta 50 talik. Oldi tomoniga elektronli variantda har birida alohida bobina, 4 ta bobina qo'yilyapti. 4 ta taqa qur'atni qilib, chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. 2 ta layda original reduktorlar bilan. Kimga shunaqa 100% metan uстановка xizmati kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldirganmiz. Batafsil ma'lumot va narx-navolar bilishingiz mumkin. Balonlar turish holati 50 talikni 3 ta lentaga olganmiz. Yengilroq bo'lgani uchun 200 talikni 5 ta lentaga ilganmiz. Mustahkam ko'p, baqot rezinlar bilan qo'yib berganmiz. Avtoigar mashinasiga 100% metan uстановка qilib beryapmiz. 7 ta gaz balon qo'yilyapti. Bitta 100 talik, 4 ta 200 talik, 2 ta 50 talik. Oldi tomoniga elektronli variantda har birida alohida bobina, 4 ta bobina qo'yilyapti. 4 ta taqa qur'atni qilib, chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. 2 ta layda original reduktorlar bilan. Kimga shunaqa 100% metan uстановка xizmati kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldirganmiz. Batafsil ma'lumot va narx-navolar bilishingiz mumkin. Balonlar turish holati 50 talikni 3 ta lentaga olganmiz. Yengilroq bo'lgani uchun 200 talikni 5 ta lentaga ilganmiz. Mustahkam ko'p, baqot rezinlar bilan qo'yib berganmiz. Avtoigar mashinasiga 100% metan uстановка qilib beryapmiz. 7 ta gaz balon qo'yilyapti. Bitta 100 talik, 4 ta 200 talik, 2 ta 50 talik. Oldi tomoniga elektronli variantda har birida alohida bobina, 4 ta bobina qo'yilyapti. 4 ta taqa qur'atni qilib, chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. 2 ta layda original reduktorlar bilan. Kimga shunaqa 100% metan uстановка xizmati kerak bo'lsa,